Bir yonimizda juda ham endi yuzidan bilinib turibdi-da, qanaqa asabiyligi. Bir nechta nusxada qo'lda sotishgan va mana shu muammo tufayli ham shunaqangi jarayon yuzaga kelgan. Yana bu yog'i drama bo'lib ketsa, o'ylashning o'zi qo'rqinchli bo'ladi. Yana qiyinlashib, ha. Endi risk qilgisi kelmadi. Kapazini ham buni ham to'g'ri tushunish kerak albatta. Assalomu alaykum do'stlar, Sport dunyosi kanali 90+ loyihasi yana e'tiboringiz markazida. Xabaringiz bor, oxirgi kunlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi aynan FIFA kunlarida Jahon chempionati saralash o'yinlarini o'tkazdi va bizni bir muncha xursand qila oldi deyishimiz mumkin. Yana ham xursand qilishi va biz mundialni hozir nishonlayotgan bo'lishimiz ham mumkin edi, lekin hozircha bu jarayon biroz kechikyapti, ancha emas, biroz. Lekin har holda biz uchun anchagina qoniqarli bo'lgan natijalar qayd etildi. Demak, bugun ushbu o'yinlarni muhokama qilish uchun studiyada men bilan birgalikda mehmonimiz bor, Otabek Tog'ayev, futbol blogeri, bugun dasturimizda mehmon bo'lyaptilar. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun rahmat. Demak, mana o'yinlarni ko'rdik. Qirg'izistonga qarshi dastlab shu o'yindan boshlasak, endi ko'pchilik aynan minimal hisobda g'alaba qozonganimizdan ko'ngli to'lmayapti. Bunyodkor arenasidagi voqeliklar va ushbu o'yinda qanaqangi hisob qayd etilganda ko'nglimiz to'lgan bo'lardi. Ya'ni yirik hisob qayd etilganda ko'nglimiz to'lgan bo'larmidi xuddi shu o'yin bilan yoki boshqa jarayonlar bo'lishi mumkinmidi? Shu haqdagi fikrlaringizdan boshlasak. Muxlislar nega ko'ngli to'lmayapti? Sababi o'yin majbur qildi shu narsaga. O'zbekiston yaqqol ustunlik bilan o'ynadi. Statistikada ham bu juda ham avjiga chiqib ketdi. 26 ta zarbami, shunaqa edi adashmasam, va hisob 1-0 ekanligi insonni ajablantiradi albatta. Shuning uchun biroz ko'ngil to'lmadi va bu ayniqsa qizil kartochkaga ham bog'liq. Qizil kartochka bo'lib turib, bir kishi ko'p bo'lib turib 1-0 ga yutish, bu Qirg'iziston ustidan, albatta raqibimizni hurmat qilgan holda aytish kerak. Qirg'iziston ustidan O'zbekiston 1-0 ga yutdi, bir kishi ko'p bo'lib degan gap uncha yaxshi jaranglamadi. Shuning uchun ko'pchilik ko'ngil to'lmadi. Hisobga keladigan bo'lsak, vaziyatlarni inobatga olib kamida 3-0 yoki 4-0 yutishimiz kerak edi, lekin tan olish kerak, Qirg'iziston darvozaboni bilmadim, Hayot Mamot o'yinni o'ynab yubordi. O'zbekiston bilan o'yinda qoyil qolish kerak. Ha. Endi baribir Qirg'izistonga qarshi o'yinda har qanaqangi hisobdan qat'iy nazar g'alaba qozonishimiz kerak edi va muhimi 3 ochko suv va havodek zarur edi. Ha, muhim 3 ochko qo'lga kiritildi, lekin baribir o'sha o'yindan keyin ko'p biz ta'kidladik, darvozaboni aynan qirg'izlarning darvozaboni anchagina yaxshi sevlar namoyish etdi, eng faoli bo'ldi deyapmiz. Bir tomondan bunda ham jon bor, lekin o'sha ko'plab vaziyatlarda aynan darvozabonning o'ziga zarbalar berilganligini, shu zarbalardagi aniqlik va xavflilik darajasi ham unchalik yuqori bo'lmaganligini hisobga olishimiz kerak. Xullas, o'sha o'yinda g'alabani qayd etdik, lekin nazarimda o'ylashimcha xuddi shu o'yin bilan bitta emas, balki 3 ta yoki 4 ta gol urganimizda balki bunaqangi qarashlar bo'lmagan bo'lishi ham mumkin edi, to'g'rimi? Xuddi shunday va e'tiroz nimaga o'rinli deb qabul qilsak ham bo'ladi, chunki bir kishi kam bo'lib turib o'ynayotgan raqibga 3 ta asosiy markaziy himoyachi bilan o'ynash bu to'g'ri kelmadi ozgina. Yana uyimizda shunaqa. Va murabbiyga e'tirozlar ham o'rinli albatta. Endi buni ham tushunsa bo'ladi, chunki hozir Kapadze himoyachini olib, oldinroqda o'ynaydigan bir futbolchi tushirib qo'ysa va keyin bundan foydalanib ketsa Qirg'iziston, bu yana bosim ustiga bosim bo'lardi. Endi risk qilgisi kelmadi Kapadzeni ham, buni ham to'g'ri tushunish kerak albatta. Lekin baribir tushirish kerak edi. Ha. Aynan o'sha aytib o'tganingizdek, risk qilgisi, tavakkal qilgisi kelmadi Kapadze. O'zi biz o'tgan dasturimizda ham aynan tarkibni ko'rib ham deyarli o'sha Katanyasning tarkibi dedik. Tarkib tanlash borasida qanaqadir tavakkallar qilmayapti dedik va eng qizig'i o'sha asosiy tarkibni tanlashda va o'yin uslubi ham deyarli o'sha Katanyasning uslubidan. Endi keyin Eronga qarshi o'yinda farqli bo'ldi-yu, lekin Qirg'izistonga qarshi baribir aynan o'sha Katanyasdan qolgan jamoani ko'rgandek bo'ldik ham. O'sha muhim golni urib olib, bu yog'iga o'yinni nazorat qilishga intilishdi. Endi Kapadze jamoa bilan ko'p ham birga bo'lmadi-da. Shunaqa inobatga olish kerak. O'yindan oldin 2 kun yoki 3 kunmi mashg'ulot bo'lgan bo'lsa va birinchi o'yin hali bu ko'p Kapatzedan boshqa murabbiy bo'lganda ham bunaqa katta bir o'zgarish qilib yuboradi deb o'ylamasdim men to'g'risi. Lekin baribir Srechko Katanyas o'rniga Kapadze kelgani odamni ancha quvontirdi baribir.
Ha, endi Kapadze baribir nima deymiz? Jamoani rasmiy o'yinlarda hali boshqarmaganda, ya'ni oldin ham bir muddat jamoani boshqargan, Janubiy Amerikaga borib o'ynagan, Urugvaylar bilan yaxshi o'ynagan, o'sha jamoani ko'pchilik qanaqadir qo'msadi ham ancha payt o'tib, lekin bu o'yin boshqa masala, jahon chempionati masalasi va rasmiy o'yin bo'lganligi uchun ham tavakkal qilishni istamadi va har holda bu birinchi sinov edi va bu sinovdan o'ta oldi. Har holda Qirg'izistonga qarshi o'yindagi natija ham bir tomondan to'g'ri bo'lganligini ham keyingi turda ko'rdik. Mana Qirg'iziston Qatarni o'z uyida yirik hisob deyishimiz ham mumkin, taslim etdi va Eronga qarshi o'yinga o'tishdan oldin stadiondagi holatni ham aytib o'tmoqchi edim. O'zim ham o'yinga 1 soat qolganda bordim va tashqarida qolib ketishimga bir baqiya qoldida. 1 soat o'sha ichkariga kirib olishga harakat qildim. Tag'in ham jurnalist sifatida bejigim bor, lekin shunda ham kirish muammo bo'ldi. Bir amallab kirib oldim, lekin mendan keyin qolgan ko'chadagi, taxmin aytilyapti 3-4 ming atrofida deb shuncha muxlis qolib ketgan ekan. Ana siz kirishga ulguribsiz. Men o'sha o'yinga kira olganim yo'q men. Men aytib ketib harakat bormidi? Aytib ketga bilet chiqqan vaqti birdaniga 2 dona bilet olganman. Chiqishi bilan aytib ket saytda o'zidan o'rtog'im bilan kiramiz deb va biz iftorlikka borgandik bir joyga. Iftorlikdan chiqib o'yinga kelgunimizcha 9 ga yaqinlashib qolgandi soat. Yo'l juda ham tirband va qaysidir miqdorda yo'lni yopib qo'yishgan, yo'nalish to'xtatib o'yinga borganimizda juda ham navbat ko'p edi. Bu birinchi sababi. Navbatdan bilet tekshiruvchi joyga borib o'tgancha bu katta bir sinov bo'lib turgandi. Va bir muddatdan keyin qarasak, umuman o'yin bo'lyapti deb o'ylamaysiz-da, futbolga keldik deb o'ylamaysiz. Birdaniga o'sha ot mingan harbiylar, kiyim kiyib olganlar to'polon qilib tashlab, hammani chiqarib, bo'ldi, stadion to'ldi deb, lekin logikani ishlatib qarasa, stadion to'lmasdi kerak. Chunki biletlar qo'lda turibdi-da, hali to'liq odam kirib bo'lmagan. Bilmadim, bu narsani tegishli joylar qanchalik inobatga oladi. Keyingi safar Qatar bilan o'yin bor yana o'zimiz o'yinimizda va bu oxirgi o'yin. Bundan ham kattaroq to'polon bo'lishi kutilmoqda. Chunki masala hal qilinishi mumkin o'sha o'yinda yoki o'sha o'yinda. Ha, haqiqatan ham bu masalani nazarimda ko'rib chiqish kerak, chunki haqiqatan ham bir oddiy muxlis sifatida ko'radigan bo'lsa, kimdir deylik, hozir biz ko'p mayli Toshkentdamiz. Bejigimiz bor deymiz, boshqa deymiz, lekin boshqa viloyatdan kelib, bilet olib kelib yoki bo'lmasam shu yerdan bilet olaman deb qo'ldan olib ham deylik mayli. Aynan maydonga kiraman degan paytda, stadionga kirish paytida bunaqangi muammoga duch kelishi endi bu anchagina o'sha insonni bu nima deydi, baribir milliy jamoamiz, vatanimiz bosh jamoasi deymiz-ku, lekin baribir ham umuman olganda shu futbolga bo'lgan o'sha qiziqishlarini, stadionga tushishga bo'lgan xohishini yana ham so'ndirib yuborishi mumkin. Chunki shundoq ham o'zi klublarimiz miqyosidagi o'yinlarda muxlislar sig'imi juda kam bo'ladi. Faqat terma jamoa bo'lganda arenamiz to'lishi mumkin. Eng katta arenamiz, lekin shunda ham bunaqangi muammolar bo'lishi haqiqatan ham aqlga sig'maydi. Bilishimcha bu yerda o'sha biletlar qo'lga ham chiqib ketgan, ya'ni bir nechta nusxada qo'lda sotishgan va mana shu muammo tufayli ham shunaqangi jarayon yuzaga kelgan. Aytgan gapingizga yaqqol isbot. Biz bilan kira olmagan bir yonimizda juda ham endi yuzidan bilinib turibdi-da, qanaqa asabiyligi. So'rasam, Xorazmdan kelgan ekan, aynan shu o'yin uchun va biletni qo'ldan donasini 800 mingdan olgan ekan. Endi 1 million 600 ming pul Xorazmdan Toshkentga kelgancha ham yo'l kirasi anchagina. Shunchaki kuydi pulga bo'ldi. Endi bu kim javob beradi bunga? Pulga kuydi, shuncha yo'l harakati, vaqti, asabi, sog'ligi. Ha, bu endi jiddiy masala bo'lib qolyapti. Demak, o'zi umuman olganda ko'rinyaptiki, bizda mana endi sekin-sekin o'sha endi bir ozodiylarga o'xshab 100 minglik bo'lmasa ham bir 60-70 minglik arena bo'lsa, bemalol to'ldirib qo'yishimiz mumkin ekan. Endi bu o'yinga baribir kirishga bo'lgan tomoshabinlarning bunchalik nima deydi, qiziqishini yuqori bo'lishiga ham sabab o'ylashimcha o'sha Abduqodir Husanovning ham Man City'ga transferi bo'lishi mumkin. Aynan shuni ham bir nima deydi, eyforiyasida bir oqim anchagina ko'proq bo'ldi. Yana bir qo'shimchasi, g'alabaga erishishimiz foizi ko'proq bo'lgan o'yin edi. Albatta muxlis tushganiga g'alabani xohlaydi.
Shuning uchun ham ko'p gol tushmoqchi edi deb ko'proq o'ylayman. gollar ko'rishni istaydi. O'zi futbolga tushishda maqsad ham shuda aslida. Faqat chiroyli o'yin bilan birga aynan gollar ko'rsangiz, gollarni nishonlasangiz, sevimli jamoangiz bilan birgalikda bu ham bir zavqli jarayon bo'lardi. Har holda tashvishlarimiz, boshqasi ko'p hayotimiz aynan futbol tufayli sal ovunamizda hammamiz ham. Ha. Afsuski endi unaqangi bir yorqin o'yin va yorqin bir holat bo'lmadi-yu, har holda muhimi endi terma jamoa uchun g'alaba bo'ldi. Bu zo'r, chunki keyingi Eronga qarshi o'yin oldidan bu g'alaba juda ham zarur edi. Xo'p, keyingi o'yin bu Eronga qarshi bo'ldi. Mana ko'rdik, Ozodiyda o'sha minglab, menimcha kamroq muxlis kirdi, bir 60 ming, 50 ming atrofida deyildi. Chunki hali ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli Ozodiyda o'sha hamma sektorlarga ham biletlar sotilmagan. Lekin ruxsat bergan sektorlarida to'lgan ekan muxlislar. Ha, o'sha aytyapman, sig'imi bir 50-60 ming atrofida tomoshabin bor edi. Va ular ichida endi O'zbekistondan borgan, Temuriylar keldirib, bir shiorlar bilan, Andijon polkasi raqslari bilan to'ldirib turgan o'sha qancha muxlis bor endi? Bir 500 ta bormidi? 250 ta deyildi. 250 ta, ha. 250 ta muxlis bir bu yoqdagi 50 ming ta muxlisni yopib ketgandek bo'ldi. Ha, Beshkentdan ochig'i log qoldirishdi. Eronlik matbuotlarda ham gap so'zlar chiqdi, bir ikkitasini o'qidim. O'zbekiston endi ular shunaqa deb o'ylashdi-da, kechagi o'zbek muxlislarini ko'rib, O'zbekiston futbolga muxlislik darajasida ancha yuqori ekan, kam sonli bo'lishidan qat'iy nazar, jamoasini juda yaxshi ko'rar ekan degan xabarlar o'qidim kecha. Muhimi son emas, sifat. Shunaqa. Yuqori bo'ldi. Tinishmadi. Ha. Muhim. Zo'r bo'ldi shunisi va mana shu qo'llab-quvvatlashning natijasida ham o'ylashimcha biz futbolchilarimiz anchagina yorqin o'yin namoyish eta olishdi. O'yinga o'tishdan oldin yana bir narsa, bu o'yingacha bizni ikkita ta'qibchimiz bor edi. Bittasi Birlashgan Arab Amirliklari, bittasi Qatar edi. Ularda 10 tadan bizda 16 ochkomiz bor edi, 6 ochkolik farq. Va agar shu biz bu o'yinda qanday natija qayd etishimizdan qat'iy nazar ular yutqazganda biz hal qilgan bo'lardik. Ya'ni ularga ham yutqazsa biz ham durang o'ynasak faqatgina ular keyingi bosqichni hal qilgan bo'lardik. Qatar uchun esa bu o'yinda yutqazsak ham xullas natija biz uchun qoniqarli bo'lishi mumkin edi. Bu o'yindan oldin o'sha ko'rdik, Qatar o'ynadi qo'shni Qirg'izistonda va qirg'izlar bizga ajoyib surpriz namoyish etishdi va 3-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Oxirgi yillarda biz Qatarni yuta olmayapmiz. O'zi umuman olganda nima deydi? Qatar biz uchun anchagina qulay raqib edi. Oldinlari ko'rardik, ketma-ket g'alabalar qozonardik, ammo oxirgi Osiyo Kubogida va mana bu saralash siklining birinchi o'yinida Qatarga alamli tarzda yutqazib qo'ydik, lekin qo'shnilarimiz yaxshi natija qayd etib bera olishdi. Uzoqlarda qirg'izlarni ham 1-0 yutasizlarmi degan insonlarga, muxlislarga Qirg'iziston javobi bo'ldi. Bu desak ham adashmaymiz, chunki O'zbekiston 1-0 ga yutgan raqib, qiyinchiliksiz yutgan raqib, bizning asosiy ta'qibchimiz, ya'ni o'sha Osiyo chempionatidan chiqarib yurgan ta'qibchimizni Qatar qirg'izistonliklar 3-1 hisobida, yirik hisob desak ham bo'ladi bemalol yutib qo'yishdi. Endi bu yerda qizil kartochka masalasi ham bor edi. Bu o'yinni shaxsan o'zim ko'rdim. Sababi bizning o'yiniga ta'siri bor edi bu o'yinda. Va e'tibor qilgan narsa shuki, qizil kartochkadan keyin Qatar baribir xohlaydimi yo'qmi bir kishi kam. Himoyaviy o'yin tashkil qilishga urindi va Qirg'iziston urgan ikkita gol ham lekin juda taktik gol bo'lmadi-da. Uzoqdan o'yinchilarning individual mahorati evaziga yaxshi gol bo'ldi. Muhimi g'alaba qozonishdi. Va shu yo'l bilan O'zbekistonni bitta ta'qibchidan qutqarishdi va Qatar endi ikkinchi o'ringa hech qanaqasiga ta'sir qila olmaydi, endi chiqa olmaydi. Lekin jamoasida hali bunday imkoniyat bor. Bu lekin Shimoliy Koreya ham zo'r o'ynadi kecha. Eron O'zbekiston o'yinidan oldin bu o'yinga o'tib ketamizmi? Mayli, xullas Eron O'zbekistonni gapiraylik bo'lmasam, demak, Eronga qarshi o'yinda shaxsan men aytadigan bo'lsam, bu o'yinda durang kutgandim. O'zi oxirgi o'yinlar duranglar bo'layapti-yu. Ayniqsa Toshkentdagi birinchi davradagi o'yinda 2-0 dan 2-2 qilganimiz juda zo'r bo'lgandi va shu narsa ham bir ko'rindiki, shaxsan menda terma jamoamiz qaysi raqibga qarshi o'ynasa, qanaqangi saviyadagi jamoaga qarshi o'ynasa, xuddi o'shani saviyasiga tushib o'ynayapti-da. Misol uchun Qirg'izistonga qarshi ham shu saviya. Ertaga Filippin bilan o'ynasam, xuddi shu saviya bo'lishi mumkin. Ular saviyasiga o'tishi mumkin. Va Eronga qarshi o'yinda ham mana
Erondan qolishmadik. Endi to'g'ri Eronda o'sha to'plar nisbati, ya'ni zarbalar soni, to'pni egallab turish bo'yicha ko'rsatkichlar bo'yicha ustunlik bo'ldi-yu, lekin xavfli vaziyatlar, hisob degandek bu borada Erondan qolishmadikda. O'yinni kartinasida umumiy o'yinga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston ustun o'ynadi Eronda. Bu yaqqol ko'rindi. Aqlli o'ynadi, to'g'rimi? Shunaqa. To'pni raqibga berdi. Va Kapadzeni rostdan menga yoqqan ishi, o'yindan oldingi taxminiy tarkiblarda asosiy tarkibda Jiyanov qo'yilgandi. O'ng qanotga, Fayzullayevning o'rniga, Fayzullayev Masharipov o'rniga. Va ikkilanganim shunda, Jiyanovdan ko'ra Hojimat tushsa, o'yin amaliyoti ko'proq foydasi tegar deb taxmin qilib qo'ygandim va yaxshi Hojimatni qo'ydi asosiyga va Hojimat o'ziga bergan ishonchni, taxminni oqladi. Yaxshi qildi shunda baribir. Va quvontirgani Ishmurodov qaytdi asosiyga. Endi baribir ancha yaxshi o'ynadi. Abdullayev ham yaxshi o'yinchi, lekin Ishmurodovda o'yin amaliyoti ko'proqda baribir. Aynan. Himoyadan boshlab ketadigan bo'lsak, himoya zonasida o'zi Eshmurodov va Rustam Ashurmatov anchagina faol qatnashdi. Vaholanki o'sha eng ko'p maqtagan o'yinchimiz Abduqodir Husanov bu o'yinda ancha passivroq harakat qildi. Endi bunga har xil sabablarni keltirishimiz mumkin, chunki aynan Husanov markazning o'ngrog'ida nisbatan o'ynardi. Bu o'yinda esa aynan markazning markazida o'ynadi. Va plus menimcha, shaxsiy fikrim, uni kechagi o'sha mana shu o'yindagi u qadar ochilib o'yna olmaganligi, o'sha golda nisbatan xatosi borligi, aybi borligini ham sababi o'ylashimcha Qirg'izistonga qarshi o'yin va o'sha o'yindan avvalgi voqeliklar, undan keyingi voqeliklar, u qancha odam bilan ko'rishdi, qancha tadbirlarga bordi, charchoq va ruhiy holatida biroz nazarimda unda o'sha muammolar bo'lganga o'xshaydi va mana shu o'yinda sezildi. Shunaqa baribir hurmat qilish kerak, oson emas. Bunaqa darajani ko'tarib yurish. O'zbekistonda birinchi bo'lib, Ispaniya nashrlari ham yozib chiqib ekan. Husanov O'zbekiston faxri deb. Chunki eng mashhurlardan biri Ispaniyada bo'ldi-da. Marka edimi? Yo'q, marka emas, boshqa yerda adashmasam, yo'q. Marka Husanov haqida yozsa, bilmadim, Husanov yana ham mana shu darajadan 2 barobar. Kattasi ham yozgan-ku. Endi marka Ispaniyaning eng oldi nashrlaridan biri hisoblanadi, baribir. Bu darajani albatta ko'tarib yurish oson emas va bunga javoban endi Husanovni yaqqol ko'rmaganimiz, bu Husanovga menimcha o'yinda ko'rsatdik shuni, azmunga biriktirilgan edi, adashmasam. Asnashr yozgan ekan. Yaxshi. Asnashr ham yozgan, ko'pchilik yozgan. Azmun kecha juda ham aldamchi rolda bo'ldi va Tarimiy juda ham ochilib ketdi buni soyasida. Yashirin 9likda o'ynadi desak ham bo'ladi Azmunni. Kecha bilmadim, bu ikkalasi. Ham shunaqa bo'lsa. Ikkalasi Tarimiy bilan Azmun borini tashlab chiqishdi-da kecha. Eronning jahon chempionatiga olib chiqqan ikkita futbolchi shu bo'ldi asosan. Va Husanov Azmun bilan yurgani bu Ashurmatov bilan Eshmurodovga qaraganda yopiqroq bo'lganining sababi deb o'ylayman men. Ha, xullas himoyamizda endi baribir muammolar ham bo'ldi, lekin shundoq ham bir qancha gollardan qutqara oldi deb o'ylayman. Qarang, to'p kirib ketaman degan joyda O'tkir Yusupovning seyvlari, Eshmurodov, Ashurmatov ulgurganiga alohida respekt deyish kerak shu vaqtda. Agar soniyalarga kech qolganda Azmun oyog'ini uch bilan kirgizib yuborish hech gap emas ekan. Takrorlarni ko'rib chiqqanimizda. Shunday. Va o'yinni oldin o'zi yana bir narsa, o'sha Eron matbuoti ham juda ko'p yozgan ekan. Aynan O'zbekiston bizdan o'tib ketdi. O'zbekistonliklar o'sha Italiyada, Angliyani mana degan jamoalarda o'ynayapti. Biznikilar hozir qayerda? Biznikilar qaytdan mana Osiyoga qaytyapti, pulni ketidan qo'yyapti degan gaplarni ko'p yozgan ekan. Balki mana shu gaplar ham ozgina bosim bo'ldi eronliklarga, sezildi bu narsa va isbotini ham topdi deyishimiz mumkin o'yinda. Ya'ni biznikilar ancha yaxshi o'ynashdi. Xo'p, golga o'tadigan bo'lsak, Hojimat Erkinovning goli 14-daqiqada edi. 14-daqiqada o'sha eronliklarning hammasini ko'ryapmiz, baquvvat, baland bo'yli o'yinchilar. Bizda endi ko'pchilik o'yinchilarimiz nisbatan endi past bo'yli, harakatchan o'yinchilar va shu vaziyatda Erkinovga to'p o'tdi va u o'sha baland bo'yli himoyachilardan o'tib aynan golga mualliflik qildi. Shundan keyin o'sha birinchi goldan keyingi hissiyotlar qanaqa bo'ldi? Biz hisobni ushlaymizmi yoki yana golga harakat qilamizmi yoki Erondan gollar ko'ramizmi?
Qanaqa fikrlar bo'ldi? O'sha vaqtda o'zi Hojimatgacha to'p o'tgani bu alohida mavzu. Yaqqol bilinib qoldi-da, Ironning himoyachilari bilan bizni Fayzullayev, Erkinovning yonida juda bahaybatda ko'rinib ketar ekan. Goldan keyin shu vaziyatning o'zida, shu daqiqalarning o'zida men o'yladim, hisobni ushlaydi bundan keyin. Baribir xohlaymizmi yo'qmi, raqib Iron. Hujumchilari Interda o'ynaydi baribir zaxirada o'tirsa ham, Taremilar isbotladi uni kecha. Hisobni ushlasa kerak deb o'ylagandim men. Yo'q. O'sha vaqtda hujum qilyapti yana golga harakat qilyapti. Lekin Ironni ta'riflashga kerak bo'lganda, mana shu vaziyatda yana Iron o'ziga kerakli vaqti, gol kerakli vaqtda o'ziga gol ura oldi. Va kecha meni xavotirga solgan narsa ham xuddi shu, Ironga durang ham yetardi. Agar g'alaba kerak bo'lganda-chi, shu tomonni o'ylash kerak edi. Agar g'alaba kerak bo'lganida Iron bilmadim, yana ham qo'shgan bo'lardi, adashmasam. Chunki gol kerak bo'lgan vaqtda butun jamoa bilan oldinga o'tib, himoyachilarimizni ancha sarosimaga solib qo'ydi-da. Ha, o'zi Eron lekin azaldan shunaqa bo'lib kelgan. Ayniqsa biz bilan o'yinlarda ko'proq ko'ramizki, e'tibor qilib ko'ramiz. Ular go'yoki o'sha minimum gollarni, vazifani bajarib qo'yadi, keyin shunga qarab o'ynaydi. Agar mabodo biz hisobda oldinga chiqib qolsak, shundan kelib chiqib yana ham o'yinni qo'yishi mumkin. Kecha ham shunaqa bo'ldi-yu, lekin baribir nisbatan bizda qanaqadir ruhiy ustunlik bo'ldi. Chunki hop mana Erkinov gol urdi, hisobda oldinda bordik, birinchi taymni yutdik. Ikkinchi taymda keyin hop gol o'tkazdik va gol o'tkazganimizdan 2 daqiqa ham o'tar-o'tmasdan yana gol urib, ruhiy ustunlikka ega bo'ldik. O'shandan keyin Eron sal, bilasizmi, o'sha ruhiy nima deydi, orqaga ketdi. O'yini o'zini o'nglay olmadi, lekin baribir Taremiy kerakli paytda yana o'zini ishini qilib, hisobni tenglashtirdi. Eng faol o'yinchi Abbosbek Fayzullayev bo'ldi, shubhasiz. Va vaqt kelmadimi ekan Abbosna Yevropaga, mana degan jamoaga o'tishga? Menimcha yozgi transferlarda ketadi, yaxshiroq jamoa. Ketmasa ham bo'lmaydi. Oldinroq ketish kerak edi. Endi bu Rossiya bilan bog'liq transfer o'yinlariga aynan Seskaga cheklovlar bo'lgani sababli bir qancha grant klublar taklif bilan endi bu shunaqa gap chiqdi-da, baribir xohlaymizmi yo'qmi, ishonishga majburmiz, sababi o'zimizning yigit, o'zimizning polvon. Monaco deyildi, Bavariya deyildi, Villarreal deyildi orada. Shunaqa. Endi Abbos Rossiyani, aynan Seskani hurmat qilgan holda aytamiz, darajasidan ancha balandroq o'yinchi. Vaziyatlar yaratish bo'yicha tezlik, aqlli, shunaqa. Men o'yindan oldin Telegram kanalimda taxmin qilgandim o'zim, tashlagandim. 1-0 o'tsak kerak. Nimaga? Bizga g'alaba ko'proq kerak. Hujumchilarimiz yaxshi, Shomurodov hozir juda ham yaxshi formada. Shomurodovga to'xtaladigan bo'lsak, buni o'zi alohida mavzu. Menga afsuski, uzr. Shomurodovdan boshqa hujumchimiz ham yo'q-da hozir. Kim? Shunaqa lekin. Xoliqov endi baribir darajasi ancha hozir terma jamoa asosiy tarkibiga tortmaydi. Mana shu masalada ozroq ishlash kerakmi deb o'ylayman, markaziy hujumchi borasida. Chunki Shomurodov ko'rsatyapti, o'yinda yaqqol markaziy hujumchi emas-da. Payti kelyapti, sentrdan to'pni olib ketyapti o'zi. Qaysidir ma'noda Brunoni Manchester Uniteddagi o'rni bo'lsa, O'zbekistonda Shomurodov shunaqa formada o'ynayapti hozir. Chunki bizda bunaqa o'yinchi yo'q hozir. Ikkita tayanch himoyachimiz bor, ikkita tayanch yarim himoyachimiz bor, ikkita qanotlardan kiramiz. Bu o'rta bo'sh bo'lib qolyapti baribir. Shunga Shomurodov mas'uliyatni o'z bo'yniga olmoqda-da. Ha, endi ko'ryapmiz, Shomurodov penaltini ura olmadi mana Qirg'izistonga qarshi o'yinda. Bu o'yinda ham gol ura olmayapti-yu, lekin hujumchi sifatida men o'zim ham juda past baholayman-u, lekin o'sha orqaga o'tib, qanaqadir jamoaviy o'yinda sheriklarga paslar berib, qulay vaziyatga olib chiqish bo'yicha ancha ishlayapti va ancha yordam bera olyapti deyishimiz ham mumkin bu borada. Balki o'sha raqiblarni chalg'itish borasida ham anchagina nazarimda ish beryapti, chunki u aynan boshqa raqiblarimiz markaziy hujumchiga nisbatan o'ynayotgan bo'lsa, u orqaga tisarilib, chalg'itib, ba'zan o'sha Abbosni yoki Hojimatni markaziy hujumga o'tkazib yuborganligi ham, endi bu murabbiyni ko'rsatmasa ham bo'lishi aniq-u, ancha ish berdi nazarimda. Hujumgacha bo'lgan mehnatga gap so'z yo'q, lekin nuqta borasida Shomurodov ozgina passivlik qilyapti baribir. Ha. Xullas kecha shunday qilib Eron terma jamoasi durangdan keyin jahon chempionatiga muddatidan oldin chiqyapti va Eron o'rnida biz bo'lishimiz yoki Eron bilan birgalikda nishonlashimiz ham mumkin edi bu o'yinni.
Xullas, o'zi mana shu o'yinda lekin men juda ham kutgandim. Shu o'yinni o'zidayoq Jahon chempionatida chiqqanligimizni nishonlaymiz deb kutgandim. Zo'r ham bo'lardi-da. Ozodiyda o'z muxlislarining yonida Eron emas, biz chiqib g'alabani nishonlasak, bu juda ham bir quvonchli holat bo'lardi. Shunaqa. Endi har holda necha yillik azaliy raqibimizni maydonida mag'lub etib, Kecha Sharqda bir fakt aytishdi. Men qanchalik to'g'ri bu? O'sha 12 yil oldin Ozodiyda yutganmiz-ku biz. Shundan beri Eron hali yutqizmagan ekan. Rasmiy o'yinlarda. Ozodiyda. Endi balkim qarab chiqish kerakdir bunga. Sinchiklab. Lekin shunaqa fakt aytishdi va kecha biz yutganimizda bu ajoyib tarix bo'lardi yana bir bor. Bu birinchidan o'zimizga, ikkinchidan Eronga ham nisbatan. Chunki 12 yil oldin o'z uyida O'zbekistonga yutqizyapti. 12 yil mobaynida birorta jamoaga yutqizmagan va 12 yildan keyin yana O'zbekistonga o'z uyida yutqizyapti. Bu alohida bir manzara bo'lib ketardi, to'g'risi. Endi baribir Eron futboli Osiyoda anchagina rivojlangan kuchli jamoa hisoblanadi. Garchi mana oxirgi paytlarda Eronda ham ancha pasayish bo'lib, avlodlar almashinuvi bo'lib pasayish kuzatilayotgan bo'lsa ham, baribir Eron juda kuchli. Har holda Osiyo jamoalari orasida birinchi o'rinda FIFA reytingida. Va bu jamoaga nisbatan menimcha yaxshi o'ynay oldik. Men Brunoni nega taxmin qilgandim? Sababi murabbiy bilan kelishmovchiliklar ancha ziddilashib ketibdi futbolchilar orasida. Taremini tushirmayapti ancha o'yinga. Endi kecha tushirmaslik iloji ham yo'q edi baribir. Majburlikdan tushirdi va Taremi qaysidir ma'noda buni mana senga deb murabbiyga ko'rsatib ham qo'ydi. Muxlislar ham hattoki xohlashyapti ekan, o'sha Eron murabbiyini iste'foga chiqarishdi. O'sha Eron ichki nizolar kelib chiqqanligi sababli ham biz Brunurga o'tsa kerak deb taxmin qilgandim. Afsus g'alabaga yaqin edik, lekin g'alaba bizniki bo'lmadi kecha. Va bu o'yindan keyin o'sha Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreya bilan o'ynash kerak edi va ushbu o'yindagi amirliklarning mag'lubiyati bizga ham Jahon chempionatini taqdim etishi mumkin edi va tonggacha bayram qilamiz deb kutgandim. Lekin unaqa bo'lmadi. Durangga ham borayotgandi, shu so'nggi sekundlarda baribir amirliklar gol urib g'alabani ilib ketishdi. Xo'p, bu yog'iga shu bilan endi bizni 5 va 10 Yo'q, 7 va 15. Demak 7 va 15 iyun kunlari va Qatarga qarshi o'yinlarimiz bor. Arablarda 15-kun o'z uyimizda. Yana arablarga qarshi. Endi bani yutib olsak bo'ldi-da. O'z durang o'ynasak ham biz endi chiqamiz keyingi bosqichga. Shu yutqizib qo'ymaslik kerak-da. O'sha o'zimizga kerakli ochkoni olib, o'sha yana arablarning ko'z o'ngida g'alabani, Jahon chempionatini tarixda birinchi marta nishonlab kelsak va Qatardagi o'yinga bu juda katta ta'sir qiladi. Qatar o'sha oxirgi turning birinchi o'yinida Eron bilan o'ynaydi va Eronga mag'lub bo'lsa Qatar yoki durang ham o'ynasa, biz bilan o'yin hech qanaqa bir motivatsiyasiz keladi-da. Hech qanaqa umidsiz keladi. Hatto 3-o'rinni olib ham o'sha saralashni davom ettirishi mumkin-da, to'g'rimi? 3-o'ringa ham da'vogarlik qilmay qolishi mumkin. Ha, shunaqa. Masala bor. Va bu bizning foydamizga qaysidir ma'noda plus bo'ladi. Nimaga? O'sha yana o'z muxlislarimiz ko'z o'ngida oxirgi o'yin saralashni yirikroq hisobda yutib, Jahon chempionatini uyimizda nishonlash baribir bu boshqacha hissiyotlarni beradi. Demak, oldimizda ikkita o'yin bor, birlashgan va ikkita variant bor. Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinga boramiz. U o'yinda endi pessimistik hisoblaydigan bo'lsak, yutqazgan taqdirimizda ham keyin oxirgi o'yin Qatarga qarshi, azaliy raqibga qarshi Bunyodkor stadiumda o'sha nima deymiz? Yaxshigina revansh, 2-3 yoqlama revansh olish imkoniyatimiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam Arab Amirliklariga qarshi o'yinda aynan minimum durangni qayd etib, bu yog'i keyin Qatarga qarshi o'yinda bemalol bayram kayfiyatida, xotirjam bo'lib, aynan mundialni nishonlashimiz mumkin bo'ladi. Nazarimda baribir o'sha birinchi variant, ya'ni amirlikka borib, natija qayd etib kelish varianti yaxshiroq bo'lsa kerak. Shunaqa. Endi iloji boricha cho'zmaslik kerak-da baribir. Chunki qancha ko'p cho'zilaversa, xavf ham shunchalik ortib ketaveradi. Deylik, men ko'rsatmasin avvalambor buni. Arablarga yutqizib qo'ysak, orada bir ochko farq bo'lib qoladi va biz faqatgina Qatarni
mag'lub etsak, chiqishimiz mumkin bo'lib qoladi jahon chempionatiga. Va vaholanki Qatarga ham mag'lub bo'lib qolsak, ko'rsatmasin, play-offga qolib ketsak, keyin yana bu yog'i drama bo'lib ketsa, o'ylashning o'zi qo'rqinchli bo'ladi. Yana qiyinlashib, ha. Shunaqa. Xayrulla Hayminov ko'p gapiradigan gaplari bor ustozimizni. O'sha iboralari. Dengizga borib cho'milmasdan qaytdi deydimi? Shunaqa. Suv ichilmasdan qaytib keldi deydimi? Shunaqa bo'lmasin hech qilib. Endi bu juda bir pessimistik shunaqangi variant ham yo'q emas albatta. Lekin baribir g'alaba, xullas minimum shu ikkita o'yindan bir ochko to'plasak, nazarimda buni to'plashning iloji bor. Qolaversa biz ochko ola olmagan taqdirimizda ham Amirlikning o'yinlari bor, uni ochko yo'qotishi bor. Xullas, lekin ko'p nashrlar mana yozyapti, o'qiyotgandirsiz. 96% O'zbekistonning jahon chempionatiga chiqishini baholayapti. Bu ancha yuqori natija. Deyarli biz mundialdamiz degani. Har bitta o'yindan keyin foiz ko'tarilib boryapti. Bu quvonarli albatta. Ayniqsa qirg'izlar bilan o'yindan avval 92 nechisi edi? 92 dan ko'proq. Ha, 92 dan ko'proq edi va kecha Erondan keyin 96% ga yetdi. Bu durang ham ancha plyus bo'ladi, hozir bu vaziyatda. Endi durang avtomatik arablar ham ochko ola olmaydi. Ya'ni Eronga qarshi durangimiz ham baribir foyda qilmoqchiman-da. Shunaqa, agar mag'lub bo'lganimizda keskin kamayib ketardi baribir. Chunki ham endi hozir arablar bilan durang ham qoniqtiradi bizni. Agar Eronga mag'lub bo'lganimizda arablarning qanaqasiga bo'lsa ham yutishimiz shart edi. Hozir esa vaziyat ancha yumshoqroq. Umuman olganda hammasi yaxshi va nazoratimiz ostida deyishimiz ham mumkin. Bu yog'i endi nazoratni qo'ldan boy bermasak bo'lgani. Va o'zi Eldor Shomurodov Qirg'izistonga qarshi o'yindan keyin bir intervyu bergan ekan, flash intervyu bergan bo'lsa kerak. Biz o'zi bu o'yindan keyin Eronga qarshi o'yindan keyin hamma tarqalib ketish kerak bo'lgan, lekin Eldor aytganki, yo'q, biz o'yindan keyin hammamiz Toshkentga qaytmoqchimiz. Nega? Chunki biz aynan mundialni Toshkentda nishonlamoqchimiz degan. Endi mayli bu jarayon kechikyapti, lekin baribir ko'ngilda ishonch bor va o'ylaymanki ishonch albatta oqlanadi. Endi bu gapni ham Shomurodov o'zini aytmagan, albatta. Jamoa kelishgan qondagimizmi? Yo'q, aytmoqchi ishonch bo'lgan. Ishonch bo'lgan anchagina va jamoa sardori bu gapni aytib turgandan keyin yaqqol bilinadi. Ichki tizim ancha yaxshi. O'yinga ta'sir qiladi bu albatta. Shunday ekan xavotirga o'rin yo'q. Arablarni ham qiyinchiliksiz mag'lub etamiz degan umiddamiz. Albatta. Xo'p, mayli, keyingi o'yinlarga taxminiy hisoblarni bildirib o'tsangiz. Arablar baribir qirg'izlarga o'xshab yopilib qolmaydi. Juda ham suv va havodek zarur ularga ham. Uzr, gapingiz bo'ldim. Shimoliy Koreyaga qarshi o'yini bo'lsa, nazarimda O'zbekiston Amirlikni albatta yuta oladi, mehmonda. Agar o'sha o'yin bilan ya'ni bo'lsa, va plyusni ham aytib o'tmabmiz. Mana bugun aniq bo'ldi, kuni kecha aniqrog'i. Paulo Bento jamoani bosh murabbiyi iste'foga chiqarildi. Iste'fo mana shu endi albatta o'zi yaxshi xabar emas, lekin biz uchun yaxshi xabar bo'ldi. Bilan buni hattoki ular O'zbekistonga o'yin oldidan qo'lini ko'tarishdi, mag'lubiyatga tayyor bo'lib qolishdi ham deyishyapti-da. Bunga nima deysiz? Bu xohlaymizmi yo'qmi bu gapga qo'shilamiz albatta. Chunki o'zini ko'rsatyapti-da O'zbekiston. Kecha Eron bilan o'yindan keyin juda ham bilmadim. Avval biz qo'rqardik, masalan, raqib tanlab o'ynardik. Tan olish kerak bu narsani. Misol uchun qo'shnilarimiz bilan bo'lganda, hozir bemalol yutamiz desak, Eron bilan o'yinga keladigan bo'lsak, avvallari durang bo'lsa ham biz g'alabadek qabul qilardik-da bu narsani. Hozir unaqa emas. Hozir bemalol mag'lub eta olamiz har qanday jamoani, har qanday Osiyodagi jamoani. Bu degani jahon chempionatiga chiqishga arziydi O'zbekiston. Qirg'iziston bilan o'yinda loyiq emas edi. Tan olish kerak, loyiq emasdi jahon chempionatiga. O'yini bilan. Ha, shunaqa. Lekin kecha Eron bilan o'ynagan o'yini bu O'zbekistonning boshqa darajasi, bu yuksalayotgan O'zbekistonni yaqqol ko'rsatib berdi va arablar ham bu narsani albatta ko'rgan. Shunday ekan va o'zining o'yini bu ichki tizimda yana arablarning o'zi murabbiy ketgani anchagina bosim bo'lgan o'ziga nisbatan ham. Shunday ekan men o'ylayman, gapim to'xtab qoldi boya. Arablarga g'alaba kerak baribir. Shunday ekan oldinga chiqadi, gol urish lozim va bizning qarshi hujumimiz ancha xavfli. Sababi bizda Eldor bor, Fayzullayev bor.
Hojimatni yana ko'rsak kerak, balkim Oston yaxshi formada qaytadi, katta ehtimol bilan. Yana jarohat bo'lib qolmasa. Shunday ekan, qarshi hujumlarda yutib ketamiz va hisob taxminan 3-1lar bo'ladi degan umiddaman men. Qatar bilan o'yindagi hisobni esa ahamiyati ham bo'lmay qoladi. Yo'q, umuman. Agar endi taxmin bu, agar arablarni yutib jahon chempionatiga chiqsak, Kapadze mening fikrimcha Qatar bilan o'yinga ikkinchi tarkib tashlaydi. Chunki jahon chempionatidan oldin qolgan futbolchilarni ham ko'rish kerak. Zaxiramizda ham yaxshigina nomdor futbolchilar bor. O'yin amaliyoti kerak ularga ham, jamoaviy muhit kerak ularga ham. Shunday ekan, Qatar bilan o'yinda keyin ikkinchi tarkibimizni ko'rsak, ajablanmayman. Albatta. Darvoqe keyin shu bilan birga o'sha kechagi Eronga qarshi o'yinda ikkita o'sha oxirgi yillardagi yetakchi o'yinchilarimiz Oston O'runov va Jaloliddin Masharipovlar o'ynashmadi. Endi O'runovda jarohat bor edi va u hali ham tiklanmadi. Masharipov esa o'sha kartochkalari soni oshib ketganligi uchun o'ynamadi va ko'pchilik men izohlarda o'qiyapman. Qaytanga o'sha Masharipovni bu o'yinda qatnashtirmaganligi ham yaxshi bo'lgan ekan. Abbos va Hojimatda imkoniyat bo'ldi. Ular yaxshi o'ynashdi, tezligi bor. Jalol bo'lganda tezligimiz kamayib, ko'proq orqaga o'ynashimiz mumkin bo'larmidi degan gaplarni ko'p yozishibdi. Va qisman shu gaplarga men qo'shilaman ham hattoki. Kechagi o'yinga qo'shildim deyishim mumkin. Sababi o'sha Jalolning yo'qligi bu o'yinda har holda sezilmadi. Endi balki ayrim o'sha o'yinlarda, katta o'yinlarda, bundan ham kattaroq o'yinlarda Jalolni ham imkoniyatlari ancha kerak bo'lib qolishi mumkindir-u, lekin nazarimda balki o'sha rotatsiyalar qilib bu yog'iga boshqa o'yinchilarga ham sekin-sekin imkon bersa yaxshi bo'lsa kerak nazarimda Kapadze. Jalolni maydonda bo'lsa foydasi bor. Yo'q emas. Men o'ylayman baribir tushish kerak edi. Sababi agar Masharipov maydonda bo'lganida Shomurodov o'z vazifasini bajarardi. Kecha Shomurodovni ko'rdik, Masharipov vazifasini bajarib o'ynadi. Endi bu qaysidir ma'noda oldinga chiqdi, ikkita qanotimiz ustunlik berdi bu. Lekin Masharipov maydonda bo'lganda baribir boshqacha o'yin bo'lardi. Shaxsan men Masharipov asosiy tarkibda O'zbekiston bilan o'ynashini, O'zbekistonga yordam berishini juda xohlayman. Bo'lib o'tgan natijalardan kelib chiqib, endi havolanib ham ketmaymiz va nima deydi, tushkunlikka ham tushmaymiz. Hammasi hali oldinda va nasib qilsa mana shu iyun oyida biz mundialni birgalikda tantanali ravishda nishonlaymiz. Bugungi suhbat uchun rahmat Otabek. Aynan O'zbekiston terma jamoasi o'yinlarini muhokama qilishga harakat qildik va hali mavzularimiz ko'p. Bu yog'iga endi mana klublar miqyosidagi o'yinlarga o'tamiz. Superligamizda ham yaxshi o'yinlar bo'lishi mumkin. Yevropada muhim o'yinlar bo'lib o'tadi. Endi bugun mana Millatlar Ligasi va o'sha Amerikadagi saralash o'yinlarini ham gapirib o'tishimiz mumkin edi. Endi vaqtimiz chegaralanganligi uchun aynan o'zi O'zbekiston mavzusi ham kattagina mavzu edi va atroflicha bunga to'xtalishga, o'z fikrlarimizni bildirishga harakat qildik. Otabek, shuning uchun bugungi ishtirok uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Avvalambor taklif uchun, ajoyib suhbat uchun. Yaxshi suhbat bo'ldi. Endi O'zbekistondan o'tib boshqa jamoalarni gapira olmasdik. Shunday ekan, O'zbekiston mavzusi tanlangani ancha yaxshi bo'ldi. Va nasib qilsa keyingi dasturlarimizdan kutib qolamiz. Aynan o'sha klublar miqyosidagi o'yinlar, jumladan mana Spiyog'ning Man City'ning o'yinlari, Abduqodir Husanovning o'yinlari yana sekin-sekin birinchi planga chiqadi. Romada ham mana Shomurodov bor. Xullas, mavzular ko'p. Nasib yana keyingi dasturlarda bu haqida suhbatlashamiz. Hozircha esa xayrlashamiz do'stlar. Sport dunyosini kuzatishda davom eting. Instagramda ham, Telegramda ham va mana YouTube'da ham kanallarimiz bor. Sekin-sekin o'sha nima deymiz, orada loyihalarimizda pauzalar bo'lgandi va nasib qilsa bu yog'iga yana hammasini sekin-sekin davom ettiramiz. Shunday ekan biz bilan birga bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlashga harakat qiling. Bundan xursand bo'lamiz. Shunchaki layklar va chiroyli izohlar qoldirsangiz, shuning o'zi bizga kifoya va kattagina motivatsiya bo'lishi mumkin. Shunday ekan hozircha xayr deb qolamiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.